Salom do'stlar. Hozir sizlar bilan Corpcoin boti haqida gaplashamiz. Bunda biz tap qilib monetalar yig'amiz. Tap qilamizda monetalar yig'amiz. Keyin mana bu yerda kartochkalar bor. Kartochkalarni kuchaytirib soatlik monetalarimiz oshiramiz. Menda hozir 10.800 soatiga 10.800 moneta keladi. Undan tashqari zadaniyalar bor. Zadaniyalarni bajarib ham olmos va Corpcoinlarimizni olishimiz mumkin. Har xil zadaniyalar bor. Shu zadaniyalarni bajarsak, masalan, 100% bo'lsa, menga 100.000 Corpcoin va 300 ta olmos. Olmoslarni biz tonga alishtirib yechib olishimiz mumkin. Bundan tashqari bizda uровень offset mavjud. Mana shu uровень offsetlarni ochishimiz kerak. Men hozir 130-o'rindaman. Bundan tashqari va 6-ta ofisimni ochganman. 4-inchisi mana bunda esa har kunlik rozыгрышlar mavjud do'stlar. Mana 1-o'rindan 2300-o'ringacha bo'lgan o'rinlar. Mana 701-o'rindan 2300-o'ringacha 100 ta olmos beradi. 301dan 700-o'ringa 250 ta tanga, 101-o'rindan 300-o'ringacha 1000 ta olmos beradi. 21-o'rindan 51-o'rindan 100-o'ringacha 2,5 ta, 1-o'ringa esa 50.000 ta olmos beradi do'stlar. Olmoslarni qanday tonga alishtiramiz desanglar, mana bu yerda har xil nimalar mavjud. Xohlasanglar yulduzlarga alishtirishi mumkin. Xohlasanglar tonga. Men bir marta yulduzga, bir marta tonga alishtirdim. Mana istoriyaga kirsanglar, mana 01dan mana bir marta 100 ta yulduzga alishtirganman. Ikkinchi marta mana 0.5 tonga alishtirganman. Hozir endi kashelakka kirib ko'rsataman 0.5 ton kecha yechgandim. Mana do'stlar, 0.5 ton kashelagimizga kelib tushgan. Mana kelib tushgan do'stlar. Kiringlar, tonlaringizni, yulduzlaringizni ishlab olinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.